yoningga bordim sen bir qarab. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrining ijodkorlari Malika Nurmatova, Umid Isroilov, Shohida Nurmatova hamda Damir Rahmonovlarni studiyamizga qarshi olamiz. Marhamat. Mehnatu ijod bilan ortar jamoaing kengsayin. Bir kun opera etmasak, yo bo'lmasa bir kun qanaqadir xirgoya qilmasak operani, qanaqadir umuman o'zimizni nima deydi, komfort his qilmaymiz-da. Sahnaga chiqayotganimda yig'lab chiqqanman-da, qanaqa bo'ladi nima, o'zi 1 minutlik aytadigan joyi bor xolos o'zi. Yuzim chaydim, chiroyingga, oyingga. Shukur aka nima qilaman, men yugurib chiqib ketsam, Alfredo italyanslar o'tiribdi. O'g'lim, Alfredo deydi. U italyanslar hayron o'g'lim deganimi deganiga. Musiqiy instrumentlarning qiroli royal bo'lsa, qo'shiqchilik san'atining qiroli opera san'ati hisoblanadi. Oqshomlar mahalla telekanalida tomosha qiling.